Assalomu alaykum aziz ko'rarmanlar. Hozir men sizlarga Uyg'urlarning tamoq podshoyi deb nom olgan, ya'ni go'sht pulovining tayyorlash usuli va asos materiallarini tunishtirib o'tmoqchiman. Jup tozalangan guruch 1,5 kilogram. To'g'ralgan sabza 1 kilo 300 gram. Qo'yning ustixonlik go'shti 1 kilogram. Tuz muvofiq miqdorda. Sumay 400 gram. Biz mushu materiallar bilan pulovni tayyorlab chiqamiz. Endi biz o'choqqa o't yoqamiz. Qozon qizg'andan keyin mayning hamni biraqli quyitimiz. Arqadan biz bu may chuchug'icharlikda bosh piyozni cho'ng-cho'ng yaproqchiq to'g'rab olaylik. Piyozni ushoq to'g'risangiz kuyib tutadi. May chuchigandan keyin 3 bol qo'shib tuzga biroz suv quyib eritib, erigandan keyin mayni dog'laymiz. Mayni dog'lash maqsad mayning achchig'ini chiqarishdan iborat. Orqadan bosh piyozni solamiz. Piyozning ta'mi chiqib bo'lgandan keyin piyozni suzib olib, go'shtni solamiz. Go'shtni siz 200 gram cho'ngliq to'g'rang. Go'shtmi qizarib qoldi. Qizargandan keyin yana bosh piyoz to'g'raymiz. Bosh piyozni silib, yana aralashtiramiz. Biroz qo'rib, ta'm sinishgandan keyin sabzini silib olaylik. Qoraymiz. Biz bu sabzini qorib oldik. Sabzini bek uzoq qorvatsangiz, pulovning rangi qarchiq qoladi. Sabz qo'rilib bo'lgandan keyin 1 kilo 200 gram atrofida suv qo'ysak bo'ladi. Suv quyib oldik. Qozon qaynag'icha to'voqni yeb qo'yaylik. Qozon qaynabdi. Qozon qaynagandan keyin yig'ilgan ko'piklarni elib o'taylik. Biroz qaynatib, sabza go'shtlarning ta'mini chiqarib olaylik. Endi guruchni solib olaylik. Guruchni qozonning atrofiga chugultib solamiz. Ondan tovoqni yapamiz. Yem yapib yana kichikotda biroz qaynatamiz. Qaynagandan keyin asta o'tni biz pastlatishga boshlaymiz. Vaqtni to'shdi. Biz endi tovoqni ochaylik. Endi guruchni o'rib olaylik. O'rib bo'lgandan keyin ustini sipaymiz. Sipashdagi maqsad ustiga vo o'tib ketishini saqlanish. Bu o'tib ketmasa, guruch yaxshi demaydi. Guruchga chuk santishdagi maqsad o hamma tash tepib, guruchni tashib pishirishdan iborat. Chekib bo'ldik, biz yana bir sipaymiz. Endi yana bir yapib dumlaymiz. Dumlagandan keyin o'tni yana bo'shtimiz. Dumlash vaqti taxminan 20 minut bo'ladi. 20 minut vaqtni to'shdi, tovoqni ochdik. Biz endi pulovni o'raylik. Pulovni sabzi aralashtiramiz. Biz Uyg'urlar bu pulovni kepkirda usimiz. Kepkirda usishlik maqsad mayni saqit etishdan iborat.
polo qancha mayli qo'ygansiri bek o'xshaydi. Biz endi bu go'shtni ustiga olib olayli. Bu polo biz Uyg'urlarning eng oliy taomlaridan biri bo'lib, hatto Yevropa ellardinmi biz Uyg'urlarning uzun umr ko'rish nisbati mushu polo bilan zich munosabatlik deb qaragan. Biz bu poloni odatda eng oliy mehmonlarga tayyorlaymiz.